Kanalıma yangi stolni ko'rachi. Hayya, barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Men sizlar bilan kompotman. Men o'g'riman. Va bugungi yangi videomizda mana bu qo'shnimni o'maramiz. Uni boyliklarini ko'rib qoldim men. Shularni olib olish kerak. Buni ketibman qo'shnim. Hech kim yo'qmi ko'chada? Tak. Eshikni ochib qoldi. Uch kelib. Och. Kirib ketdi shekilli uyga. Chopdi biroz turib keyin hozir u bitta joyga ketish kerak. O'sha paytda olamiz, o'marishimiz mumkin. Kerak narsam bu kerak emas menga. Shu narsa kerak. Hozircha bu tomorqa menga emas. Men bu qishloqqa o'zi yangi keldim. Yangi emas edim, o'zi u ana vaqtda uy edi men bu yerni sotib oldim. Hech kim yo'qmi? Eshikka buzib ekan. Qulf ekan-ku. Bizga farq yo'q. Buzib kirib ketaveramiz. Qani bo'lmasam sandig'ida pullar bor ekan. iPhone 7 Pro'si bor ekan. Shularni hammasini olay. Menga kerak bo'ladi. Uni tepada yana bir ikkita narsalarni ko'rib qolganman. Ammo o'sha tepa ochilmayapti-yu. Ochdim. Bitta amallab. Seyfni ham. Buni qulflamabdi-ku. Voy dale. Asta-sekin ochilgan birosan. Buni unga bitta joyga tiqib qo'yishim kerak. Bo'lmasa birovga ko'rib qolishi mumkin-da. Shu karavotdagi qatgadir bekitish kerak buni. Men endi qanaqa qilib chiqaman degan savol. Obunachilarga savol. Nimaga kanalga obuna bo'lmagasizlar? Tezroq obuna bo'linglar. Bularni tezlik bilan solib qo'y. Shu joyga menga hozir bular unchalik ham shart emas. Shunday qilib solib qo'yamiz. Mana shu qilishni qo'yay. Menga hozir bu qilish kerak bo'ladi. Tosh. Baribir bu joyni hech kim bilmaydi. Men hozir qani mana shu yerga men yana mana bunaqa narsa oldim. Shunda o'tiraychi, men stol oldim. Qani bo'lmasam hozir o'zi kelishini qarab poylab o'tiraman.
Mana yana o'sha qishloqqa qaytib keldim. Mana hozir qishloqqa yaqinlashib qolyapman. Mening shuncha boyliklarim bor, hech kim bilmaydi. Buni hech kim bilmaydi. Mana hozir uyimga bitta kirib chiqaychi. Ya, eshigim ochiqmi? Men o'ylagan narsa bo'lmasin-da eshik. Men boya yopib ketgan. Qulfam buzuq. Oppo, men o'ylagan narsa bo'lmasin. Oh, mening pullarim qani? Bu yerdagi pullarim qani? Ay, bu yerni ham buzib ketishdi. Voy, ahmoqlar. Hamma narsamni buzib ketishdi. Buni aniq o'yinchi qilgan. Lekin o'yinchi bo'lsa ham ishini ustasi qilgan bu ishni. Oddiy jitel yoki qishloqlar buni bunchalik buzolmaydi. Buni arralab benzab biladimi, nimadadir boltadami chop eshiklarni ochib ketishgan. Endi nima qilaman? Mana bu qo'shnini chaqiraychi. Qo'shni. Uyda yo'q bu ham. Mana buchi. Qo'shni, eshikni oching.